Men Buxoro viloyat Qorako'l tumanidan keldim. Ismim Xolova Nabiya, 68 yoshdaman. Nima bezovta qiladi sizni? 3-darajali 2 tomonlama son chanoq yemirilishi va tuzza bo'g'im yemirilishi, girja disk bilan yurolmasdan nogironlar aravachasida keldim. 6 kun bo'ldi bugun kelganimga. Nogironlar aravachasida keldingizmi? Demak, ancha yildan beri bezovta qiladi. Poyezdda olib kelib, poyezddan nogironlar aravachasida tushirib, ukamlar getirib joylashtirib ketdi. 2 kundan keyin yurib boshladim. Xudoga shukr, hozir yuryapman o'zim sekin-sekin. Fizioterapiyalar olyapman. Necha yildan beri bezovta qilardi? 4-5 yillardan beri bezovta bo'lib, 3 yildan beri bitta hassoda yurayotgandim. Yaqinda 1 oydan beri birdaniga umuman yurib bilmay qoldim. Cheklanib qoldi yurishim. Davolanmaganmisiz? Davolandim. Beri kelishdan oldin ham Qorako'l tumanida xususiy klinikada yotdim. 1 hafta yotdim, og'riqlar kamaydi, uyga keldim, yana 1 haftadan keyin yurib bilmay qoldim. Bularda ikkala tizza bo'g'imi, son chanoq bo'g'imida osteoartroz jarayoni, demak tizzalarda 3-daraja ikkalasi ham jarrohlik amaliyotsiz bu kishini oyoqqa turg'izsa bo'ladi. Shunga va'da beramiz, va'da beramiz. Mana muolajalarni 6-kuni. Kelganda tinch holatda ham og'riq bo'lardi. Hamma joyimda og'riq edi. Chida bilmas darajada hamma joyim og'riq edi. Hozir aravachasiz mustaqil yura olyapsizmi? Yuryapman, endi bitta hassoda toyib ketaman-da, ko'p o'shanga qo'rqib bitta hassoda yuryapman. Hali sizni yurib ketasiz, xudo xolasa. Marhamat, hozir yana shu 3-sini bir sizda o'tkazib ko'ramiz muolajani. Shundan so'ng qani solishtiramiz, holat qanaqa? Mana zarbali to'lqinli terapiya muolajasini qabul qildingiz. Qanaqa o'zgarish undan oldin, keyingi holatda? Yaxshi, hozir oldingidan ancha og'riqlar kamaygan, yo'q desam ham bo'ladi. Hassossiz ham yuryapman. Og'riq bormi, tinch holat? Yo'q. Hozir hech qanday tinch holatda og'riq yo'q. Qani bir yurishingizni ko'rsatib bering-chi. Mana hassossiz ham yura olyapsiz, Ha, yuraman. Xudoga shukr. Yaxshi, yaxshi. Men Buxoro viloyat Qorako'l tumanidan Kamolova Klara bo'laman. Tizza bo'g'imi og'rig'i bilan keldim davolanishga shu yerga. Kuchli og'riq bor tizzalarimda. Hozir juda yaxshi ahvolim. Necha kun bo'ldi? Shukr, 6 kun bo'ldi. Xususiy klinikalarda yotib davolanaman. Necha bir davolanaman, lekin bunaqa foyda qilmagandi. Yaxshi, hozir Xudoga shukr, behisob shukr. Zo'r. Sizni ko'rganimda bemor bo'lmasalar kerak deb o'yladim-da. Demak, juda ham og'ir ahvolda kelmagansiz, yo'q? Yo'q. Bali juda og'ir ahvolda emas, qotib qoladi oyoqlarim, orqa tomonlari. Necha yildan beri? 4-5 yillar bo'ldi menimcha. 6 kundagi natija qanaqa? Juda zo'r natija. Necha kunda sezildi shu og'riqlar birdaniga qoldi deyshadi? 2 kundan keyin sezib boshladim-da. Yengillashdim qanaqadir. Shishlarim ketibmi? Yengillashdi. Shishlar bor edi. Shisham bor edi tanamda. Oyog'imni uzatsam yig'na olmayman, yig'nasam uzata olmayman, qotib qoladi orqa tomoni shunaqa og'riq berib deb aytib tushuntirdim, shunaqa bo'ldi. Yaxshi, juda yaxshi hozir xudoga. Uyqularingiz qanaqa hozir? Yaxshi, hammasi Uxlayapsiz? Tunda uyqular, og'riqlar bezovta qilmayapti? Yo'q, yaxshi xudoga shukr. Yura olyapsizmi hozir? Zo'r yurishlarim.